Bizda bepulga mebellari ham bor. Video davomida aytib o'tib ketamiz. Ungacha videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib o'tasiz. Birinchi materiallari mo'shimi ekan? Materiallari mo'shi, behijolat. Eng yaxshi materiallardan bular. Hali endi yosh bola vareniya, murabbo yana nimadir to'kib yuborishi mumkin, yuvib ishlatsa. Sodali suv qilib turib, bitta artadi, chiqib ketadi. Bemalol ishlatsa bo'ladi. Cho'kkandan keyin qayta o'zini holiga kelishi oson. Osonroq. Ezilishi kamroq, xizmati uzoqroq yetyapsiz. Tushundim. Bir xil odam tushunmagan odam ham borda 22 pilotnisini. Shuni bir qator tushuntirib o'tib keting. 22 pilotnis qanaqa, 19 qanaqa. Garantiya bilan chiqargan. Bizdan 5 yil garantiya beramiz bularga. Qanchakalar yigit. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek, bugun ugalov mebellarni optim ishlab chiqariladigan joyga kelganmiz. Akamizda bepulga mebellari ham bor. Video davomida aytib o'tib ketamiz. Ungacha videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib o'tasiz. Birinchi ichki tuzilishlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz aka. Keyin qolgan yasalgan tayyor mebellarni ko'rsatamiz. Aka, bir qator mebelni ichganlarini sinab ichlari pampers prujina. Buni pampers prujina deydi. Pampers prujina Xitoy mahsuloti bu. Xitoy garantiya bilan chiqargan. Bizdan 5 yil garantiya beramiz bularga. Macharkalar 22 pilot macharka. Bu ham Qozoq, Rossiyadan keladi, behijolat narsa. Hozir menga 22 pilotnis deyapsiz, men uni tushundim. Bir xil odam tushunmagan odam ham borda 22 pilotnisini. Shuni bir qator tushuntirib o'tib keting. 22 pilotnis qanaqa, 19 qanaqa? 15 pilotli macharka bo'ladi, 19 bo'ladi, 22 bo'ladi. U ya 32 liklari ham bo'ladi. Ular kelishilingan holatda. 15 pilot tez yumshab qoladi, tez o'tirib qoladi. Macharka ezilgandan keyin qaytib turmaydi u. 19 pilot o'rtachasi bo'ladi. U ham endi yaxshi, lekin baribir ham o'tirib qolish ehtimoli bor. Bu 22 pilotdan xudo xohlasa o'tirmaydi. Cho'kkandan keyin o'zi qaytib turaveradi yana. Ishaveradi. Demak, cho'kkandan keyin qayta o'zini holiga kelishi oson. Osonroq. Ezilishi kamroq, xizmati uzoqroq yetadi. Xizmati uzoqroq xudo xohlasa. Shunaqada? Behijolatda olasiz. O'shani hali bir qator tushuntirib o'tib ketsak, albatta. Nimasi yaxshida? O'ziga ham yaxshi. Tushunmayapti baribir. Spinkalari ham 22 pilot ekan. Bu ham 22 pilotda bo'ladi. 22 pilotda bo'ladi. Behijolat bu ham. Spinkalari ham. Yaxshi macharka qo'yganmiz, xizmat qiladigan qo'yganmiz. Buning ustiga yana macharka yotiriladi. Ustiga 2 li macharkadan 2 ta yotkiziladi, 4 li bo'ladi. Общий 14 sm sidina bo'ladi. 14 sm bo'ladi. 14 sm bo'ladi sidinasi, общий. Ancha-munchaga cho'kmaydi. Do'stlar, ko'rib turganlaringda tushuntirib o'tdilar. Xitoyning mahsuloti Pampers prujina dedingiz. Pampers prujina aka. Buni ham sifati yaxshi. Sifati yaxshi xudo xohlasa. Hozirgi paytda eng kuchlisi shu endi. Eng kuchlisi shu. Macharka, mashina. Hozir trendda bo'layotgani shu. Shu endi, Pashti bir 80-90% ishda mana shu Pampers prujina bo'ladi. Xo'p, tushunarli. Endi bir qator bu mebelda razmeri necha? Razmeri aka 430 ga 230 3 ta dona tumbasi bor. Bularda ham ichlari asha Pampers prujina 22 pilot macharka